Zuhriddin aka, Hı. mana bu o'tgan gal qo'shnilar roziliknomasi muhimmi degan videodan keyin obunachilar tomonidan savol bo'lyapti-da. Shu qo'shnilar roziliknomasiz ham ruxsat olsa bo'ladimi degan savol tug'ilyapti. Shunga aniqlik kiritib ketaylik. Shu savollarga negativlarni ham aytilgan gaplariga men javob bermoqchiman. Ya'ni negativlarning gapi shunaqa bo'ldiki, qo'shnining roziligisiz o'zimizni uyimizga ham ruxsat olishimiz kerakmi? Insolyatsiya degan narsalar bor-ku, seschi xulosasi degan gaplar bo'pti. Insolyatsiya o'zi nima degan odamga men tushuntirib o'tmoqchiman. Insolyatsiya mana bu narsa, ya'ni seschi xulosasi, ya'ni qo'shniga ziyoni yo'q qurilmani degan ma'noda e, o'rganib chiqishadi, yo salbiy yo ijobiy fikr bildirib yozib berishadi. Bu yerda hozir ijobiy. Bizada aynan bitta qo'shni ruxsat bermagani uchun shuni qildirishga majbur bo'ldik. Endi kerakli bitta eksperiment qilamiz sizlar bilan. E, Hozir biza shu bitta loyihamizni tayyor, mana shuni chiqaraman men yagona dachaga, tuman arxitektoriga jo'nataman va 10 ish kunida ular ko'rib chiqishadi. Javobi salbiy bo'ldimi, ijobiy bo'ldimi? Kelishi bilan men sizlarga yana bitta video qilib, buni sizlar bilan tanishtirib chiqamiz. Bo'ladimi? Kuzatib turinglar. Like, podpiska qilinglar, foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun kuzatib boringlar. Zuhriddin aka, mana bu o'tgan gal qo'shnilar roziliknomasi muhimmi degan videodan keyin obunachilar tomonidan savol bo'lyapti-da. Shu qo'shnilar roziliknomasiz ham ruxsat olsa bo'ladimi degan savol tug'ilyapti. Shunga aniqlik kiritib ketaylik. Shu savollarga negativlarni ham aytilgan gaplariga men javob bermoqchiman. Ya'ni negativlarning gapi shunaqa bo'ldiki, qo'shnining roziligisiz o'zimizni uyimizga ham ruxsat olishimiz kerakmi? Insolyatsiya degan narsalar bor-ku, seschi xulosasi degan gaplar bo'pti. Insolyatsiya o'zi nima degan odamga men tushuntirib o'tmoqchiman. Insolyatsiya mana bu narsa, ya'ni seschi xulosasi, ya'ni qo'shniga ziyoni yo'q qurilmani degan ma'noda o'rganib chiqishadi, yo salbiy yo ijobiy fikr bildirib yozib berishadi. Bu yerda hozir ijobiy. Bizada aynan bitta qo'shni ruxsat bermagani uchun shuni qildirishga majbur bo'ldik. Endi kerakli bitta eksperiment qilamiz sizlar bilan. Hozir biza shu bitta loyihamizni tayyor, mana shuni chiqaraman men yagona dachaga, tuman arxitektoriga jo'nataman va 10 ish kunida ular ko'rib chiqishadi. Javobi salbiy bo'ldimi, ijobiy bo'ldimi? Kelishi bilan men sizlarga yana bitta video qilib, buni sizlar bilan tanishtirib chiqamiz. Bo'ladimi? Kuzatib turinglar. Like, podpiska qilinglar, foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun kuzatib boringlar.